Endi ajrashgandan keyin ham hali yigit keta olmagan kelindan. Va yashirincha o'sha nikoh bilan yashab yuravergan. Hattoki shunaqa holatlar bo'lganki, ajoyib eshitsangiz, kulishni ham bilmaysiz, yig'lashni ham bilmaysiz. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Ota-ona ajratib yuborgan ularni. Yoshlar, ota-onamiz degan, 5 yil birga turmush qurgan, mayli degan ota-onamizni rozi qiladigan de ajrashgan. Endi ajrashgandan keyin ham hali yigit keta olmagan kelindan. Va yashirincha o'sha nikoh bilan yashab yuravergan. Va bu yoqdan ota-onani qistovi bilan boshqa bir qizga yana uylangan. Endi qarangda, bu ikkinchi turmushda bu yerda farzand bo'lmayapti baribir. Vaqt o'tyapti, 3 oydan keyin haligi birinchi turmushda yashab yurgan bu yoqda bo'ydi bo'lyapti. Bular endi nima bo'lyapti? Sevgi uchburchagi deymizmi? Shunaqa holat kelib qolyapti va uchinchi shaxs bu yerda qurbon bo'lib qolyapti. Baxtsiz bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Shuning uchun har doim aytaman, ota-onalar farzandinglarni qo'yib yuboringlar. Ota-onalar farzandinglarni eshitinglar.